Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Ko'rayotganinglardek havo shundoq yaxshi. Zap-zangar osmon, oppoq qorlar. Tog' havasi aytallab o'ltirmaydi, shundoq o'zgarishchan keladi. 4-chi ayning oxiri bo'lib qolganiga qaramay, mana tunögün keçti kelsak, shundoq qattiq qor yig'ibdi. 40-50 santimetrdan oshidi, shundoq qalin qor bo'pti. Bo'libmi uyga kiramasdan, oldi eshikdan kiramasdan, orqa eshigidan kirishga to'g'ri keldi. Atdiganda turib eshiklarning oldidagi qorlarni tozalab aran chiqardik. Atdiganda uning ustiga havo faqat yaxshi emasdi. Quyuq tumanliq, yo'llarım aniq ko'gil bo'lmaydigan darajada. Lekin tushdan keyin mana havo shundoq chiroyli. Mana shu go'zal manzarada o'ltirib, sizlarning huzuringizga o'tganda o'qigan asarning yana bir bo'limini o'qib beray dedim. U bo'lsa-mu dangliq yozuvchimiz marhum Ahad Turdi akaning "Men suv ichgan daryolar" nomli bu kitobining 3-bölümü adabiyotning qismatidagi o'tganda gapni bir latibidan boshlaylik degan 1-bölümni o'qib berdim. Bugun 2-bölüm ko'ngilsiz bir yig'in xotirasini o'qib beraman. Bu bölümni o'qib beraymi, o'qib bermaymi deb xeyli ikkilandim. Undaq bo'lishida bu maqoladagi mazmunlar odamning ko'nglini bekli yerim qiladi. Shaxsan mening ko'nglimni bek yerim qildi. Bonjour. Lekin yana o'ylab biqib, marhum yozuvchimiz shundoq bir xotirini yozib qoldirib ekan, keyingilarga ibrat bo'lsa ajib emas degan maqsadda yanala sizlarga o'qib berishni qaror qildim. Endi buning ichida ayni vaqtda shu bizningki yozuvchilarimizga xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan shu shoirlarimizga ig'ir tekkan shoirlarning ismi ochiq oshkora aytilgan. Endi bu kishilar nima qilgan bilan yashayotdi muhojiratda, vatanda emas, chet ellarda yashayotdi, o'xshamagan davlatlarda. Shunda bo'lgandan keyin men ularning ismini atab o'ltirmasdan, ularni faqat gungachi yoki gungachilar deblam elishni qaror qildim. Xo'sh, boshlaylik. Ko'ngilsiz bir yig'in xotirasi. İnsan tefekkürünü yükseldirgiçi en büyük güç qanoatlanmaslikdir. Qanoatlanmaslik tug'ilmay turib, yangilik shamili chiqmaydi. Adabiyotimizning hozirgi ahvoldan qanoatlanmaydigan va bu xil his ko'nglida kuchlik dardga aylanib, matbuot orqali ko'pchilik hukmiga tashlash darajasiga yetgan bir turkum ko'yimchanlar paydo bo'lgan ekan, biz buni tabriklashimiz kerak. Darvaqa, qanoatlanmaslik achchiqroq, zardilikroq tilda gap qilishga elib keladi. Achchiq gapning hamma odamga yoqmaydiganligi tabiiy. Lekin bu yerda gap kimga yoqadi, kimga yoqmaydiganligida emas, balki bundaq gaplarning adabiyotimizning manfaatiga xizmat qilmasligida. Cho'nglar kichiklarni bo'zaq qilsa, kuchliklar ojizlarni qaqshatsa, bu tabiat qonunimi? Undaqda insoniyat qonuni qandoq bo'ladi? İnsanlarning boshqa maxluqotlardan sifat farqi nimada? Iymondimi? Iymonning o'zi nima? Murakkab va mushkul savollar. Ammo bugungi ziddiyatlar to'lib toshgan umid va iztiroblar aralashib ketgan daqiqalarda bu mushkul ma'naviy muammolar aqlimizni, ruhimizni shundoq shafqatsiz iskanjaga olmoqdiki, oningdan qochib qutulishning iloji yo'q. Bo'libmi inson o'zligidan qochib nega boradi? Miladiya 1979 yilining keyingi yerimida
Ürümçining ma'lum bir yerdə şe'riyatni yenidən başlığıcılarının səfərbərlik yığını içildi. Bu yığınğa Ürümçidagi bir qism yosh shoir, havaskorlarning avangardlardan boshqa yana bir necha peshqadam va o'rta yosh shoirlarmi taklif bilan qatnashtirildi. Yığından keyin markaziy shaharning adabiy hayotida yığınning davranı, ta'siri xeyli cho'ng bo'ldi. Har xil so'rovlarda yig'in to'g'risidagi paranglar xuddi eg'izdan eg'izga ko'chsa, yengdimi to'vrikka aylanadi degandek ko'ptirildi, mubolag'alashtirildi. Hatto mazkur yig'in Uyg'ur she'riyatining yangidan boshlanish nuqtasi. Ma'lum odamlar bo'lsa, uning yo'l ochquchi bayroqdorlari. Peshqadam shoirlar bo'lsa, o'limga hukm qilingan mahbus bo'lib qoldi. Men bu qitim o'tgan asrda ichilgan mazkur yig'inning haqiqiy ahvolini bilish uchun shu chaqda yig'inga taklif bilan qatnashgan talantli shoir, jurnalist Osmonjon Savut bilan pishqan nashriyatchi shoir Abdurasul Umarni ziyorat qildim. Mening ziyoratim xat orqali bo'ldi. Ular mening xatdagi savollarimga xat orqali astoydil javob berdi. Tövəndə shu xatlarni o'z peti o'qirmanlar nazariga sunmoqchiman. Muhtaram yozuvchimiz Ahad Turdi aka, yezib avatgan savollaringizni topshirib elib, sharhlashga tutilgan masalalaringizni bilib yetdim. 1981-yili ishkeri o'lkada chiqadigan mashhur bir jurnalda zamona nochilarining ko'tarilib chiqishi degan bir maqola besilgan edi. Esimda qilishchi shundoq. Siz xitingizda qo'ygan savollarning o'q yiltizi ashu yerdan chachrab chiqqan deb o'ylayman. Dastlabda menmu ularning yengillik, zamonaviylik degan gaplariga xohishchanlik bergandek bo'ldim. Ularning xoin tog'lar degan tanho misrolariga diqqat qildim va Navoiy hazratlarining kayniga mukib olgan hikmatlarni aqtirdim. Ammo zodili topolmadim. Tapqılımı bo'lmaydi. Yo'q narsani tapqılı bo'lmaydi-da. O yillarda bir qism yosh shoirlar Uyg'ur she'riyatini yangidan yoritamiz deb cho'qan so'ran ko'tirib jahonni beshiga kiygan edi. Hatto ulardan birlari Tarim jurnaldak nopuzliq jurnalda hö degandek imloq so'zlarni yangi she'r sifatida e'lon qilgan edi. Vaholanki uzun o'tmay ular Xanzu tamsillaridagi guyju ishki bo'lib qelib, dastlabki karomatidan ayrilib qoldi. Yangi she'riyatning atamani Gungachi, ismini edimay Gungachiliday, o'zining bir she'rida tar ko'chaga so'rab kirib she'riyatni chechidan tutib nomisiga tagdim deb lukchaklarcha bildirgan edi. Tar ko'chaga so'rab kirib she'riyatni chechidan tutib nomisiga tagdim. Qarаңа, ularning noahliligini. Yangi bir yo'l ichish uchun allaqachon ichilib, tarixning siniqidan o'tib, talay samarlarga shohid bo'lgan zo'r inshoatni o'rmoqchi bo'lish bu bahodirlarning urinishlari edi. 1992-1993 yillari ashu Gungachi Tayyipjon Eliyevning tugumas naqshisi bilan mening olmadak yurakda olamcha so'ygu degan umum e'tirof qilgan she'rlarni badiiy adolatni dastlab chaylagan holda haqorat tuhmatlar ostiga oldi. Uning nazarida bu she'rlardagi gunoh kishilar tarafidan bak o'qilib ketish gunohidan iborat emish. Ular bu yillarda an'ana bilan reallikning birligi, she'riy fikr bilan she'riy hayajonning birligi, she'riy go'zallik bilan she'riy tafakkurning organik birligiga qarshi chiqib, olijoqlarcha valaqladi. Texi ijodchanlik va ilmiylik talab qiladigan nuqtalardami rost yolg'onni o'zaro ostin ustin qilib etibmi, bu qilmishi uchun muqaddas matbuotdan kechirim so'ramadi. Ahad Turdi aka,
Şu bir mezgil içide Ürümchideki oshquchi qo'lga tegadiganligi salonlarda bundaq muqamdagi cho'qan so'ranlar anglanib turadi. Siz xetingizda degan yig'in shaharlik ma'rif idorasining zalida ochilgan. Marhum Tayibjon Eliyev, Abdukerim Xo'ja, O'tkir apandi va yana bir muncha apandilar bilan men muqatnashgan edim. Gap an'ana bilan reallikqa o'xshash bir qator masalalarga taqalganda shoirlarning kayfiyati jiddiylashib qoldi. Tayibjon Eliyev an'ana dunyodagi eng qudratlik, eng kuchlik narsa. Shunga uningga aldirab chiqilmaslik, uni ranjitib qo'ymaslik kerak degan mazmunda gap qildi. O'tkir apandimi? Biz endi 12 muqamni qayta ko'mib etib, naqshi musiqalarni nereden ijod qilamiz? Qandoq taraqqiy qildiramiz? Qutatqu bilik bilan xamsani cho'rib etib, she'rlarni nereden olamiz? Qandoq taraqqiy qildiramiz? Degandek yo'lliq savollarni qo'yib edi. Heliqi gungachi pisantiga olmay takabburona talaffuzda konini buzmay yengini chikligila bo'lmaydi. Sodirmi an'ana, oppaxo'jimi an'ana. Ularni qachongacha so'rab yurimiz. Biz bu dunyoga ko'ni narsalarga bo'ysunish uchun kelgan emas, balki aql farosat bilan yangi sholliq narsalarni yoritish uchun kelgan deb mo'tivarlarimizni sat silkivatdi. Mening Tayibjon Eliyev akam bilan O'tkir akamga ichim og'rib ketdi. Shu chaqda tutashgan ich og'riqliq o'ti nemishqidir ta hozirgacha o'chmaydi. Yana bir savolingiz to'g'risida qisqala aytay. Xoin tog'lar qani mening aks sadoyim. Bu she'rning bor yo'qi mana mushu bir misra. Abdur buningda ey tog'dak cho'ng shoirlar, murojaat qilsam xoinlik qildinglar. Toqqa varqirsammi aks sada yonmidig'u demakchi. Men bu tanho misradagi mazmunni shundoq tushunaman. Uyg'ur she'riyati Yusuf Hojib, Mahmud Qashqariyning tili bilan vujudga chiqqan. Navoiyning tili bilan borliqqa kelgan. Ular yashab kelmoqda. Demak, ular mangu yashaydi. Heliqi gungachi tanqidiy maqolasida bir muncha ilmiy xatolarga yo'l qo'ygan. Buni hargizmi kechirgili bo'lmaydi. Sizga samimiy salom bilan qalamdosh eningiz Osmanjon Savud. 2012-yil 20-mart. Gungachi deganda ismini atmasammi bilib oldinglar balkim, ha? Xo'sh, ikkinchi parcha xat. Hürmetli yazgıçımız, kasbdishim Ahad turdi. Suallaringizni topshirib oldim va qandoq javob berishni o'ylandim. Ayni chaqdagi ba'zi ishlar toza esimda qolmabdi. Shundoq bo'lsa-mu, berganimcha javob berib baqay. Foydalanarsiz. Birinchi savolga javob. Qaysi yili, qaysi oy, qaysi kunligi esimda yo'q. Xotir yozib qo'ymabdiman. Ehtimol 80-yillarning oxiri bo'lsa kerak. Tangirtaq jurnali uyushtirgan yangicha she'rlar. Ayni chaqda gunga she'rlarda aytdik. Haqidagi bir qitimliq muhokama yig'iniga qatnashgan edim. Yig'inga atoqliq shoirlarimizdan Tayibjon Eliyev, Abdukerim Xo'jalarmi qatnashgan edi. Tayibjon aka gunga she'rlar to'g'risida to'xtalib, yosh shoirlarning izdinish, yangilik yaratishga intilish ruhini maqtab, men sizlarga havas qilaman. Yoshlikqa haqiqatanmi shijoat, jo'shqinlik yarashidi. Adabiyotda sizlar degandek oldiga qarash kerak. Yangilik yaratish kerak. Bu yoshlarning emas, balki davrning, zamonning talabi. Ammo meningcha yangilik yaratishda tarixni uzib qo'ymasligimiz, yaxshi an'analarni cho'rivatmasligimiz lozim. Tarixni uzib qo'ysak, ibratsiz qolamiz. An'anani cho'rivatsak, manbasiz qolamiz. Degan mazmunda so'zlagandan keyin Navoiyni tilga elib mundoq dedi. Navoiy faqat dunyo hikmatlarini she'rga tizib
ketken danışmanlar emas. Belki hayatning bütün açık küçüklerini tetip görgen. Hesapsız ziddiyetlerini baştan keçirgen. Hem ularını eserlerde mühürlep ketken büyük sanatkar. Şundaq turuqluq Navoiymi özünün burunqi şairlarini çoğ bilgen, ustaz orunda körgen. U bir g'azalida oson emasdir bu maydon ichra turmaq, nizomiy panjasiga panja urmaq deb ularga bo'lgan hurmatini, qoyilligini bildirgan. Teyipcan aka so'zining oxirida hozir yezilayotgan ba'zi tepishmoq she'rlarning o'qirmanlarni gangirtib qo'yayotganligini ko'rsatib, mening aqlim, bilimim yetmedimi, ish qilib bularni toza tushunalmadim deganda, heliqi gungachi Suriyada o'qib kelgan yosh shoir oldirab tedab so'zlab, Teyipcan aka, qo'ying undaq paxol gaplaringizni. Ha desa an'ana deydi ekansizlar. An'aniga o'lik holda esilib olsak bo'lmaydi. She'riyatda qachongacha qelib ishib qolgan ko'n yo'lda mangamiz. Appa hujumi an'ana, Sodir polvonmi an'anigu. Bu yerda qaysini qabul qilish masalasi bor. Qattiqroq bo'ron chiqsa uchib ketadigan undaq qo'mish kapidak an'anani qabul qilishga, o'rnak qilishga bo'lmaydi degan edi. Sözning asosiy mazmuni shundaq. O gungachining so'zi Teyipcan akaga eg'ir keldi bo'lg'ay, sezilarlik titrab turgan qo'li bilan tamakisini elib chekdi va o'ksingan holda soatiga qarab o'rnidan turib yig'in zaldan chiqib ketdi. Abdukerim Hoca akımı yaş şairlarının izdinish ruhiga ilham berib, oldimizda turgan gülden derazining sirtiga qo'yilgan gül g'uva ko'ringan bilan, ammo texmi chiroyli to'yiladi. Lekin kishilar uning gül ekanligini bilishi kerak. Simvollik obrazlarni yaratib, o'qirmanlarni o'ylantirgan yaxshi, ammo tepishmoq, mantiqsiz bo'lib qilishdan saqlanish lozim. Biz she'r yozganda o'qirmanlar oldidagi mas'uliyatimizni unutib qolsak bo'lmaydi degandek so'zlarni qildi. Yig'inga qatnashgan adiblarning bir munchisi Teyipcan aka bilan Xo'jayevkamning so'zlariga qo'shilib fikr berdi. Bir qism yosh shoirlar bo'lsa, heliqi gungachining fikriga qo'shilib, an'anaviy she'rlarni, adabiy miroslarimizni inkor qilish pozitsiyada bo'lib, Uyg'ur she'riyatini yangidan boshlash irodalarini bildirishdi. Men mo Teyipcan akaning fikriga qo'shilib, o'z qarashimni o'tirg'a qo'ydim. Ikkinchi savolga javob. Mening bir qism yoshlarning yangi she'riyatni yangidan boshlash degandek ko'z qarash tashabbuslariga nisbatan ko'z qarashim mundaq. Meningcha she'r inson ruhining inkosi, qalbning sadosi. She'r degan so'zning lug'at ma'nosidan olganda, u go'zal sezim yoki go'zal tuyg'u degan uqumni bildirdi. Shoir ana shu go'zal sezim, tuyg'ular, o'ti, fikrlar ushqini, hayot nurlarini lirik qahramonning jon va teniga singdirib, o'zining poetik obrazlarini yaratdi. Lekin her bir she'r umuman badiiy ijod, ijtimoiy, ma'naviy taraqqiyotga sezilarlik ta'sir ko'rsatishi, zamon ehtiyojlarini qondirishi, o'qirmanlarni do'lqinlantirib, ularning ruhiy dunyosini beyitishi, bitmas tugumas zuq ata qila olishi lozim. Biz ulug' mutafakkur shoir Navoiyning g'azallarini, Rus xalqining ulug' shoiri Pushkinning she'rlarini qayt o'qiganimizda haqiqiy she'rlarning qandoq bo'ladiganligini cho'nqur his qila olamiz. Haqiqiy she'r ana shundoq davr sinoqlarga bardoshlik bera oladigan, xalqning qalbini egilay oladigan,
Мәңгі өз қымметini yo'qotmaydigan badiiy jihatda kamolatga yetgan, xosliqi ega o'lmas she'r bo'lishi lozim. Bugungi zaman she'riyat tariximizda xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan tugumas naqsha, iz, ikki haykalning uchrashishi, yillarga javob qatorliq she'rlar ana shundoq o'lmas she'rlardan iborat. Bu she'rlardagi turli murakkab tuyg'ularni aniq, ixcham, o'qirman qalbini larziga solg'udak ta'sirchan ifodalarda bayon qilish mahorati haqiqatan odam qalbini hayajonga soladi. Men bir qitim atoqliq shoirimiz Abdurahim O'tkir apandi bilan so'zlashgandimda, u menga "Ukam, men shoir Gungachining ba'zi she'rlarini bir necha qitim o'qibmi, hech narsani tushuna olmadim. Men tushunmagan yerda bu she'rlarni o'qirmanlar qandoq tushunar?" degan edi. Bir qism yosh shoirlarimizning yangi she'riyat degani ana shundoq hech kim tushuna olmaydigan she'rlar bo'lib qoldi. She'rning shakli, ifodalash vositalari, mazmuni qandoq bo'lishidan qat'iy nazar inson ruhini urg'uta olsa, o'qirmanlarni zo'qlandira olsa, chunqur hissiyot, fasohatlik til orqali badiiy kamolat yarata olsa, u haqiqiy she'r bo'la oladi. Yangicha she'riyatni yangidan boshlash degan qarashlarmi yuqorqi mizonlardan chatnab kassi bo'lmaydi. Hurmat bilan Abdurasul Ömer, 2012-yil 25 fevral. Nihayat ro'shanki, yuqorqi ikki parcha xatning o'zikida an'ana, klassik degan gaplar turibdi. Adabiyot azaldan varislikqa ega bo'lib kelgan. Shuning uchun adabiyot tarixi, jamiyat tarixi, ijtimoiy, madaniy hayot tarixi hisoblanadi. Garchi har bir avlod adabiyotga o'zi bilan birga nurg'un yangi narsalarni elib kirsimi, ammo ularning ijodi faqat klassik adabiyot, xalq eg'iz adabiyoti ham ilg'or jahon adabiyotining ta'siri va tarbiyasida kamal topadi. İnsanlar qadimdan tortib yaratgan yangi uchurlar, bilimlar, aql farosat va badiiy tafakkur javharlari xuddi ulug' daryo iqiniga o'xshash bizning turmushimizga uzilmay iqib kirgan. U yana qalamlar orqali nefis yumshoq qog'ozlarga putilib, mushu davrga mansub bo'lgan madaniyat iznosi bo'lib xotirlanadi. Shunga biz har qanday vaqtda an'anaga nisbatan to'g'ri va kengroq qarashimiz kerak. Adabiyot daraxt bo'lsa, an'ana uning yiltizidir. Har qanday yangilik u yoki bu an'anadan o'sib chiqqan. Yangilik an'ana umrining uzurishidir. Mayli kim, mayli qaysi davrda yaratilgan go'zallik bo'lmasin, u insonning bilimi, tarbiyalanishi, qalb harorati, istidodi, samimiyatini o'zida mujassamlashtirgan mehnat natijasi hisoblanadi. Ishchi dehqon ziyoli o'z mehnati bilan go'zallik yaratadi. Lekin san'atkor yaratgan go'zallik ko'zga ro'shan tashlanadi. Badiiy boylik sifatida azizlanadi. Vaholanki badiiy boyliklar birla xalqning boyligi va xazinasi emas. Haqiqiy asarlar insoniyatga xizmat qiladi. Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Mashrab, Gumnam, Nizorilarning asarlari boshqa xalqlar o'qirmanlari tarafidan qanchalik so'yilib o'qilayotgan bo'lsa, Uyg'ur o'qirmanlarimi jahon adabiyoti xazinasi namunlarini o'z ona tilida shundoq so'yib o'qimoqda. Urush va tinchlik, jinoyat va jazo, tinchlik, o'lik jonlar, 100 yil g'ayriblik, ansiz yillardagi Sohib Jamol, Abay, o'tgan kunlar,
Qatarlıqlar yaqinqi yillarda xalqimizning ma'naviy mulkiga aylangan asarlarning bir qismi. Mashhur asar alohida bir olam. Uni idrok qilish, tushunib yetish jiddiy bir masala. Jahon xalqlari diqqatini jalb qilgan nodir asarlar hozir Uyg'ur o'qirmanlarining diqqat e'tiborini qo'zg'ayotdi. Amaliyotda jahon adabiyoti bir butun jarayon. Shuning uchun yer yuzining nariqi chetida sodir bo'lgan biror adabiy hodisa shu zamot boshqa iqlimdagi o'qirmanning, masalan, Uyg'ur o'qirmanlarining qalbini hayajonga sola oladi. Nima uchun Latin Amerikasi adabiyoti shuncha yuksilib ketdi degan savolga Argentinalik adib Jorge Luis Borges barcha madaniyatlar biz uchun an'ana. Biz har qanday narsadan cho'chimasligimiz kerak. Biz o'zimizning Argentinalik ekanligimizni unutmagan holda o'zimizni butun koinotning mirosxo'rlari deb bilishimiz va xohlagan temada ijod qilishimiz lozim deb javob bergan. Demak, buloqning ko'zi qaysi tarafdan ichilsa, shu tarafdan eriq qolaydi. Qolay tarafdan olg'a intilish, taraqqiy qilish tabiatning donishmandligi. Adabiyotmi tabiatda ana shundoq donishmandlikni o'rganish kerak. Adabiyotni xiyolparastlik, bekorchilikdagi armak deb tushundiganlar hali ham ko'p. To'g'ri. Shoir yoki yozuvchi deb nom elib, yolg'on hozir javoblikqa, zamon hokimlariga xushamad qilish yoki qiziq hikoyalar bilan boshqalarning ko'nglini ichishga xushlar bo'lganlar hamma davrlarda bo'lgan. Ammo haqiqiy lisan yo'l g'ayib egilari hech qachon badiiy tafakkur qudratini yerga urgan emas. Balki ular imkoniyatni insoniyatning kamolat yo'lidagi mushaqqatlik iznishlari yo'lida sarf qilgan. Shu yo'lda madad izlaganlar. Demak, bugungi hayotimizning, ma'naviyatimizning chigish tugallariga yeshim izlagan sarosimliq ruhimiz yana shu tavarruk mirosga intilsa, ajdodlardan homiylik tilisa to'g'ri qilgan bo'ladi. Chunki klassiklarimizning ijodi go'yo buyuk bir ko'znakki, har qanday odam uningga ko'z silib, uningdan ko'z yetgancha ko'ra oladi. U bir putmas xaziniki, har qanday odam uningga qo'l so'zib, uningdan qurbi yetkicha ola oladi. Undaq bo'lsa, klassik asarlar degan zodi nima? Klassik asar qandaq bo'ladi? Bu haqda Angliya shoiri Thomas Stonis Aylut 1944-yili e'lon qilgan klassik asar degan nima mavzuliq nutqida klassik asarlar faqat madaniylik voyaga yetganda, til va adabiyot toza ro'naq topganda maydonga chiqadi. U degan pishib yetilgan o'y tasavvurning mahsuli. Klassik asar deb atash uchun cho'qim ashu voyaga yetgan madaniyat, ashu ro'naq topgan til omillarining muhimligini, ham ashu shoirning vujudidagi keng, atrofliq o'y fikrni asos qilish lozim deb ko'rsatgan. Mayani biroz qisqartib o'tay. Xo'sh, yuqorqi yozuvchi, shoir, adiblar to'lib toshqan qaynoq hissiyoti bilan yoki ig'ri besiq so'g'uqqan salmoq holati bilan klassik asarlar to'g'risida muhokama ilib borganda, biz o'zimizni go'yo klassik asarlar bir qanot derazasini ichib yeniga chaqirayotgandek his qilamiz va ashu derazadan bizga ayon bo'layotgan nuroniy sho'lalarning shu qadar rangdor, jaziblik ekanligini sezamiz. Bu nuroniy sho'lalar bizni hamisha klassiklar xazinasiga mansub asarlarni izlashga da'vat qilib turadi. Demisimi, ijodkorlik sha'nini pok tutish, raqibini g'urur bilan yengish, so'zdagi oshkora fasohat, fikrdagi yoshurun teranlik, el yurt taqdiriga yiroqdan o'ylab qayg'urish,
buruch mas'uliyatini aniq his qilish qatorliq fazilatlarni ashu donishmand va kamtirin klassiklarimizdan o'rganishimiz kerak. Shundala g'ururimiz yuksaladi. Nutqimizni hayron qolarliq fikrlar bilan beyitish maqsadida Yunan yoki Yapon falsafalarini pash qilishdan uyuladigan bo'lamiz. Chunki o'zimizda yashab o'tgan donishmandlarning klassik asarlarida shundoq o'tkir, shundoq esil hikmatlar borki, ularni hatto chet elliklarni o'qib hozirlangan. Shunga mening bugungi adabiy hayotni suv ombiriga o'xshatqim keladi. To'g'onning u tarafida nihoyat zo'r qudrat to'plangan. Vaholanki bu tarafiga bizga iqib chiqayotgani nihoyat oz. Ammo men shuningga ishonamanki, Mahmud Qashqariydek, Yusufxos Hojibdek, Navoiydek ulug' zotlarni tuqqan Uyg'ur ayollari buningdan keyinmi ashundoq ulug'larni cho'qim tug'di. Mana hurmatli qarindoshlar, o'zim sal ikkilanib o'qib beraymi, o'qib bermaymi degan bu asarni sizlarga o'qib berdim. Endi ibrat olishimiz kerak. Har qanday vaqtda o'zimizningki millatimizdan chiqqan bu ulug' kishilarimizni hayot vaqtida qadrlayamagan bo'lsaqmi, mana ko'pinchisidan ayrilib qoldik. Bugun kunlarda shularni yod etib, ruhiga atab duolarimizni aymasligimiz kerak deb o'ylayman. Baya mavu xatda tilga ilingan mavu she'rlar hammamizga noiti qani bu. O'qiyt, masalan, bugungi zamonda she'riyat tariximizda xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan tugumas naqsha, iz, ikki haykalning uchirishi, yillarga javob deb shu to'rt she'rni misol keltiribdi. Ishonamanki, she'rni yaxshi ko'radigan Uyg'urlarning ichida mana shu she'rlarni to'liq talto'kis deklamatsiya qilamizmi, yodqa bilmasmi, bir necha qurlarni cho'qim biladi deb o'ylayman. Men o'zimni maqtaganim emas, bu to'rt she'rning hammasini shundoq bir muhrlangandek qalbimga o'rnab ketganki, to'liq yaxshi bilaman. Ammo gunga she'rlarni ancha-muncha o'qigan bo'ldim. Har qitim bir gunga she'rni o'qisam, o'qib bo'lgandan keyin nima demoqchidir deb to'xtab qolman. Merhum şu yazgıçılarımızın makanı nurlar içinde olsun. Şairlerimizin makanı nurlar içinde olsun. Maqlamsa bugün moşunchilik o'qib beray davomini yana 3 bölüm bilan 4 bölüm. 4 bu 2 bölüm sal qisqaroq, ikisini birlashtirib kelar qitimda o'qib beraman. Oxirda o'zingizlarga sunmoqchi bo'lganim, bugun atdiganda shu qart tozilgan vaqtim, anaqdekin 4-oyning oxirida chanqa teyilishim bir ko'ngillik. Shu vaqtda tatgan manzarlardan qo'shib biroz o'zingizlarga sunay. Bo'lodamsa, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, aman bo'g'aysizlar. Xayr xo'sh. Şu sarıya degan muşuda mana 4-oyning oxiri bo'lib qolsinmi, tunogin taqqa chiqsak 50-60 santimetr qor yig'ib ketibdi. Shuning bilan amal yo'q. Oldi eshikdan kiramay, oq eshikdan, ya'ni yer ostidagi eshikdan uyga kirdik. Bugün etdiganda cho'qim bu qorlarni bir tozalash kerak, lekin havo u darajada sovuq bo'lmag'achqa qiyli yumshoq tozalash undaq tez kelmaydi. Başlayalım. Ya bismillahirrahmanirrahim. Oh la.
Mana təzləb etdim. Ölçep baxsam, meyədə 50 santimetr boldu. Ayaq qısqacaktı. Ayağını çapay. Niye vardı? 55 santimetr. Dehşet. Əmdi çanğı deyil qılmaqdım bana. Amma pəxirləndim özümdən. Qarlaşındaq eğir tiket taxışındaq teyz tazlıq etdim. Bizim yer astı uyunun şikayetini ölmüşədim Kırdıqanı. Kalvay yaxşımı? O tağlıq kentlərdə yaxşı yeri uyaqdın, qar yığıb boğacaq, uyaqdın mən şunda. Öyləni. Yollarını şunda yaxşı tazlaydı. Çıraq kent. Ana qarbek iğir boğaşqa, muşu dərəxtlər degan sunub günügün yolda çıxacaq. Onun çıraqlıq dərəxtmi sunu ketibdi. Əfsus, əfsus. Mana 2300 metr egizlikdeki tağının çoqalarda. Ayda tumallı etrafında yinaq kögür olmaydı, lekin yani olan çanqa teyilgili boludu. Muşun oxşaş küllərini adətdə fransızca jour blanc deyildi, ah gün degini. Bunun da muşu etrafında anca yinaq kögür olmaydı. Tumanlıq, Akkardın başqanı kögül olmayırgan şundaq bir gün. Şununduğunu bugün qart teyilgili çıqqan adamlar xeyli köpken. Şuna dikkat qilib teylişdi topur keladi. 5-ci ayının axırı. Şükür Allah'cığım. Şükür. Dəhşət. Tağdan havası bir dəmdə özgüreydi bu şuna. Tağının havası, tatlı davası, huzur bir safhan havası. Allah.
Ay tumanla. Quyosh atımız bilan mökümökelen oynab. Ama yanalan ba'zida mana shundaq zangara osmonni ko'ryapmiz. Tağның choqqisida tumanliq, pastga tushgan seri xeyli ko'k osmonni ko'gil bo'layotdi. Mayli qandaq bo'lsin, 4-oyning oxirgi bu kunlarida, ya'ni bahor faslida tag'ida yana bir qitim chanqa teyilib olib, xursand bo'ldim.